Dal bomdod namozi vaqtida ayol umoqqina bir bola tug'di. Afsus, ayol Allohning taqdiri bo'yicha bolani tug'ib bo'libla o'lib qoldi. U o'lim oldida yo'ldishini chaqirib, "Mustafa, o'g'lim sana omonat. Uni obdan asrab boqqin. Men uningga berib ulgurmagan mehr muhabbatni sen bergin. U yetim bo'lib, xorlanib qolmasin" deb vasiyat qildi. Mustafa bolasi bilan xo'shal-xuram holda 1 yilni o'tkazdi. 1 yildan keyin Mustafa bolasini beqib parvish qilishga yordami bo'la deb bir ayol bilan uylandi. 1 yildan keyin u bir bola tug'ib ismini Rami qo'ydi. Shuningdan boshlab u o'z o'g'li bilan Ahmad o'ttirsida farqli muomala qilishga boshladi. U bora-bora Ahmadni o'ch ko'radigan bo'lib qolgan edi. Bu ish to'p-to'g'ri 9 yil davomlashdi. Bir kuni Mustafa tuyuqsiz qattiq og'rib yetib qoldi va o'lim oldida ayoliga vasiyat qilib mundoq dedi: "Bolalarimga obdan qarang. U ikkalanga o'xshash muomala qiling. Sizdan mehr-shafqat ko'rsin. Ular balkim bugundan e'tiboran yetimga aylanib qolishi mumkin" dedi va ayol o'tmayla bu dunyo bilan xo'shlashdi. Ayol Ahmad bilan o'z o'g'li o'ttirsida texmo farqli muomala qilishga boshladi. Ahmadga bo'lgan g'azab nafratini, o'shlikini texmo oshkorladi. Sirtlarga chiqib bir narsa elib keladigan ish bo'lsa, har doim Ahmadni buyurdi. Hamma ish Ahmadning. Ammo yangi kiyim-kechaklar, hadiyalik buyumlar bo'lsa, o'z o'g'li Ramining edi. Ayol Ahmadni hamma ishdan, hatto maktabda o'qishdan mahrum qilib, etiz-eriq ishlarini qilishga majburladi. U doim Ahmadni uratdi. Shuning bilan Ahmad har doim o'zini xor his qiladigan bo'lib qoldi. Bir kuni ayol Ahmadni uydan quvlab chiqarmoqchi bo'ldi. Ahmad oningga dadasining vasiyatini eslatgan bo'lsa-mu, u voqirg'inicha Ahmadni uydan ittirib chiqaribdi. Kecha qop-qorong'u. Havo nihoyatda sovuq, yomg'ir yog'ayotgan edi. Ahmad nega berishini bilinmay uydan chiqdi. U yaratgan Parvardigoriga mundoq duo qildi: "Ey ulug' Parvardigorim, menga kuyunadigan sendan boshqa hech kim yo'q. Mehribon onam, kuyimchan dadam va yoki ich og'ritqidek bira kishimi yo'q." U tong otqucha ana shundoq hasratlik nidolar bilan yo'l yurdi. Tong yorishga boshlaganda bomdod namozi uchun masjidga mengayotgan bir shayx uningga uchrab qoldi. Ahmad shayx bilan masjidda bomdod namozini birga o'qib bo'lgandan keyin uningga o'zining beshidan o'tgan kechirmishlarini bir-birlab aytib berdi. Shayx uni uyiga ilib bordi. Uningga yemak-ichmak berib, alohida hurmatini qildi. Uni o'z o'g'lidek ko'rib, yaxshi muomala qildi. Maktabga o'qishga berdi. Ahmad hayotni mana mushu darajada davomlashtirib, oxiri doktor bo'lib yetishib chiqdi. Kunlar, oylar, yillar o'tib, Ahmad mashhur doktorlardan biri bo'lib qoldi. Bir kuni uning yeniga sestra qiz kirib, butun doktorlar amonsiz qolgan bir ayol bemor bor ekanligini, uning kasalni jiddiy ko'rib qo'yishi kerakligini aytdi. Ahmad oldirabli kasalning yeniga kirdi. Ayol uningga qarabla zaif ovoz bilan mundoq dedi: "O'zingizdan ovora qilmang o'g'lim. Bu kasalni hech kim davolayolmaydi. U mening gunohlarimning sababidan bo'lgan. Mening bir o'gay bolam bor edi. Dadasining vasiyatini ijro qilmagan edim. Hamda uni uydan quvlab chiqargan va dadasining mirosidan mahrum qilgan edim. O'g'lim Ahmad, sen zodi qayerda? Koshki mening holimni bilsang-chi. Men sana dadangning mirosini saqlab qo'ygan edim. Hey Ahmadim, hey Ahmadim." Ayol ani shundoq deginicha to'xtamay yig'laydi. Doktor Ahmad ayolning o'zining o'gay onasi ekanligini bilib, ko'ziga yosh elib mundoq dedi: "Men sizning yo'ldoshingizning o'g'li, Ramining qeyrindishi Ahmad bo'laman. Alloh gunohingizni kechirsin. Aslida men sizdan onamdan erishaolmagan mehr muhabbatni izlagan edim. Lekin siz la'nati shaytonning kayniga kirdingiz. Bo'pti. O'tgan ish kessin. Alloh sizga rahmat qilsin. Alloh sizni kechirsin." Bu chaqda yondagi uyda gap so'zlarni tanshab turayotgan Rami kirib keldida Ahmad bilan quchoqlashib ko'rishdi hamda "Meni kechirgin qarindishim, meni kechirgin. Alloh bilan qasamki, sen uydan chiqib ketgandan beri oilamizga hech bir xo'shallik qadam ilib boqmadi. Seni bir qancha yillar izlab boqdik, ammo topolmadik. Allohga shukrki, mana endi ko'rishdik. Meni kechirayotgan qarindishim." Alloh taolo mundoq deydi: "Yetimning melini toki u balog'atga yetganga qadar uningga eng foydali usulda tasarruf qilinglar.
o'lchamni va tarozini to'g'ri qilinglar. Hech qanday odamni kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaymiz. Söz qilgan, hukm chiqargan yoki guvohlik bergan chig'inglarda odil bo'linglar. Hukm chiqarilgan yoki guvohlik berilgan odam tuqquninglar bo'lgan taqdirdimi Allohga berilgan ahdiga vafo qilinglar. İbret elishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Sura An'am 152-oyat.